Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men bu ostrovda 1 million aholi yarataman va ular bu yerga o'zlariga sivilizatsiya qurishadi. Men buni sabrsizlik bilan kutyapman. Jinursin. Sizlar meni kanalimga obuna bo'lmaganmisizlar? Bo'lmasa bu video chiqmaydi. Bu yerda nima xatolik ko'ryapsiz? Qimmatbaho magazinlar. Ey, ko'rinishingga gap yo'q, oshna. Birga selfie tushsak bo'ladimi? Stadionning eng dahshati. Yana ozgina gap yo'q. Gap yo'q. Park. Jismoniy mashg'ulot o'tkazsak bo'ladi. Xo'sh, sizlar bu park borligidan xursandmisizlar? Yaxshi, lekin sakrab gazonni ezmanglar. Masaj. Men relax masaj xohlayman. Ha, yasha bor. Suratlar ko'rgazmasi. Bu yerda men ham borman. Bu nima, kasalmi? Men aholini quchoqlamayman. Bu nimasi bo'ldi? Meni tanlaganlaringiz uchun rahmat. Men sizlar bilanman. Bu sivilizatsiya oshib bormoqda. Bu yana nimasi bo'ldi? Jinursin, bu yerda 4 ta sivilizatsiya bor ekan. Qani bu yerni ham bir tekshiraylikchi. Bu ifloslik quroli bor ekan. Menimcha bu yerda qonun qoida umuman yo'q. Nimalar qilishyapti bular? Nega buni tashlab yubording? Qani ko'raylikchi. La'nati. Bepul olmoslar? Qani bepul olmoslar? Qani olmoslarni hammasini chiqar, bo'lmasa men kichkintoyni otib tashlayman. Qo'ysanchi, yosh bolani kim ham otardi? Men oshna sen uchun atab qo'yganim bor edi. Qani soqarib yo'qachiz? Magazin bor ekan. Xo'sh, nimalar sotyapsizlar? Bir satil siydik 64 ta olmos narxiga teng. Sen nima sotyapsan? Nima? Senda nimalar bor? Do'stim, ko'zlarimga ishonmayman. Menga mana shu qilich kerak. Menda endi qilich bor. Bu qilich taxtadan-ku. Hech qisi yo'q, meni bu onangga imguri aldadi. Bu boshliq bo'lsa kerak. Endi men boshliqman. Xo'sh, bu yerda men boshliqman. Endi bundan rasvosi bo'lishi mumkin emas. Loydan nimalar qilyapsizlar? Tushundim, sizlar tasqara va tupoysizlar. Seni afting tasqara. Xo'sh, yaxshi qiz, siz orzu ham qilmang, men sizdan hayotda uchrashmayman. Bo'ldi, qachon uchrashamiz? Jinursin, uni qo'li yo'q-ku. Mayli, lekin yura oladi. La'nati. Bundan rasvosi bo'lmaydi. Mayli, hech bo'lmasa u tirik-ku. Yo'q, biz buni o'tkazib yorishimiz kerak. Jinursin, yaqinlashma menga. Senga chelak kerakmi? Ko'rinishing yomon emas. Yana bechorani yo'q qolding-ku. Yana bitta boshliq. Xo'sh, sen nimandir tushuntirishing kerak. Bo'ldi, bu yerdan ketmasam bo'lmaydi. Keyingisi bundan rasvo bo'lmasligi kerak. Yo'q, tavba, axir bu men bu yerda taniqli bo'lsam kerak. Tushunmadim, bu nimasi? Yo'q, tavba, bu nimasi bo'ldi yana? Bunitini portlatishmadi. Dinle. Nima? Grox eshak? Sen menga nimadir bermoqchimisan? Groxga nimalar yetmaydi. Tupoymisan-la? Konsert. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu boshliq bo'lsa kerak. Hammaga rahmat, meni boshliq qilib tanlaganingiz uchun. Grox, biz seni o'ldiramiz. Tushunarli. Men sizlarni bu yerdan yo'q qilsam qanday bo'lar ekan? Men bu yerni mana bu blok orqali yo'q qilaman. Qoyil. Menimcha hammasi joyiga tushdi. Sen butunlay yuragimga to'kilding-ku, ha? Bunga iflos qo'llaring bilan tegma, menga qaytarib ber. Nega kuydirgan kalladay kulyapsan? Nega menga tirik qolishni tanladiyapsan? Kiyimlarimni qaytarib ber. La'nata, seni isqirt afting menga o'xshamaydi. Bo'ldi, bema'nilik bastir. Daqiqa kel itvachcha. Bundan rasvosi bo'lmaydi. Nimalar bo'lyapti? Itvachcha. O'zingni bos, o'zingni bos, Faqat bunga tega ko'rma. Qo'yil, bitta shu saqlanib qoldi. Boshliq bu. Sen uni o'ldira olmaysan, uni yaxshi ko'radigan xotini bor. La'nati. Yana uni yaxshi ko'radigan onasi bor. Yana uning Endi ovozingni o'chir, meni boshqa hech kim yo'q. Buni qarang, uni hatto bolasi ham yo'q. Qanday qilib bo'lmasin, buni to'xtatishim kerak. Xo'sh, bu ifloscha hamma yo'qni dabdala qildi va u o'zini sivilizatsiyasini tuzdi. Uning 10 mingta askari unga bo'ysunadi. Hech qisi yo'q, mening ham o'z aholim bor va biz sirli ravishda baza quramiz. Salom shoh xursandman, salom shoh xursandman, salom shoh xursandman. Idina xo'jabam. Mening birinchi beradigan topshirig'im menga Prada yoki Versace'dan kostyum olib keling. Bu nima? Xo'sh, mana bu mening razmerimga o'xshayapti. Kim menga o'zini isqirt kiyimini berdi? Men bilan o'yin qilishni bas qiling. Bu yana kimniki bu? Bu yangicha stil-ku. Shoshma, buni qayerdan olding? Xo'sh, mashg'ulot o'tkazadigan vaqt keldi. Birinchi topshiriq bu: suv, tosh, olov. Boshla. Senga gap yo'q, oshna. Qani bo'sh kelmaymiz do'stlar.
Sen hammasini uddalaysan, biz senga ishonamiz. Bu yoqqa onangni gurni bo'ladi. Xo'sh, keyingi topshiriq. Sizlarning vazifangiz mana bu dinamitlardan bir kishini qutqarishingiz kerak. Senga tanlash imkoni berildi. Go'sht bolani tanlaysanmi yoki olmoslarnimi? Faqat ochko'z bo'lishni xayolingga ham keltirma. Qani tezroq bo'l, vaqt tugayapti. Qamirla. Sen buni uddalading, biz bolakayni qutqarib qoldik. Men sizlar bilan faxrlanaman. Endi berkinmachoq o'ynaymiz. 50, 49, 48, 14, 3, 2, 1 men izlashni boshlayman. Bu nima bo'ldi? Mana men seni topdim. Qani chiq bu yerdan. İzdivatsa qilyapsanmi? Qani chiq bu yerdan dedim. Hoy. Qani qayerda ekan u? Senga so'zingni aytgin. Uxtuy, hamma Anilanga obuna bo'lsin, ya'ni menga. Mayli, sen yaxshi ekansan. Bo'ldi, qidirishdan charchadim. Bu meni og'irimni yengil qiladi. Mana buni teshik desa bo'ladi. Sizlarni maktab tugayotgani bilan tabriklayman. Yo'q, nega hamma eng qiziq joyga kelganda uxlab yotibdi? Ajin ursin. Sizlar testni eng yaxshi topshirgan o'quvchilar bo'ldingiz. Tushunmadim. Sen testdan qanday o'tding? Bu yana nimasi bo'ldi? Jang qilishga tayyormisizlar? Jang qilishga tayyormisizlar? Yana kimdir menga bo'ysunsa, o'shani otib tashlayman. Sizlarga gap yo'q. Mana soqchilardan biri. Sen uni chalg'itasan. Men shunchaki uni nishonga olishim kerak. Menda yaxshi yangilik bor. Sizlardan biringiz qo'riqchining oldiga borib bildi. Endi sen borib qo'riqchini otib tashlaysan. Hozir u qo'riqchini otib tashlaydi. Nima? Jinursin, sen g'ir dalbayob ekansan. Sen hozir unga qurolning tashlab keldingmi? Dinamit, yaxshi g'oya, shera kallang ishladi. Aqlliga o'xshaysan. Qani boshladik. Do'stim, biz seni hech qachon unutmaymiz. U rostdan ham tugmani bosib portlatadimi? Qoyilman. Uning ismi nima edi? Hoy, shoshmanglar. Bunday chiroyli joyda selfie tushmasa bo'lmaydi. Qani sen rasmga ol. Biz komandni blokni qaytarishimiz kerak. Hech kim bizni ko'rmasligi kerak. Xo'sh, hech kim bizni ko'rmasidan oldin biz rejamizni boshlaymiz. Yana bizni hech kim ko'rib qolmasligi uchun tezroq rejamizni boshlaylik. Yezzay batilinglar. Endi menga aytinglar, boshliqlaringizni qayerdan topsam bo'ladi? Baqirmalaringga buyinglanmas. Bolajonim, sen menga kartani berdingmi? Mana karta qo'limda, ketdi. Biz buni uddalaymiz. Yeb yubordingmi? Mana oradan 3 soat o'tdi, karta shu yerda deb o'ylayman. Og'aynilar, kartani qachon tug'arkin bu? Voy, qochib qolinglar. Xo'sh, kartani olishga kim yordam beradi menga? Uxlab qoldingizmi? Nima balo? Qani ko'raylikchi. Mana karta. Hozir B rejasiga o'tamiz. Qani qimirlama. Menga yo'lni ko'rsatib borasan. Menga yaqinlashmalaring, demasa uni otib tashlayman. O'ngami yo chapgami? Nega bular bu yerda buncha ko'p? Qani hamma orqaga, yana bir qadam yaqinlashsang men uni otib tashlayman. Mana uni ko'rdim. Qani bor uni otib tashla. Odam ustidan kulyapsanmi? Xo'sh, itdan tarqagan indan keyinchi bu yana qarab qo'shib bo'ldi. Qani otib tashla uni. Nega qarab turibsan, otib tashla uni. Chota tushunmadim. Nima balo, sen bizni farqlab bilmayapsanmi? Hoy, iflos, bu menman. O'zingni bos, iflos. Qani otib tashla uni. Voy, ifloschi. O'zingni bosyapman. Qara, bu menman. Bizga faqat blok kerak. Blokni qutqarmasdan bu yerdan ketish yo'q. Yoki blokni qutqaraman yoki o'laman. Xudoyim, nimalar bo'lyapti, ha? Oshna, endi hammasi seni qo'lingda. Sen buni uddalayapsan. U hayot mamot o'rtasida. Biz buni uddaladik. Ishongim kelmayga. Endi hammangiz ozodsizlar. Sen tasqara nega bu niqobni kiyib olding? Nima? Yo. Bo'ldi, tugadi.